Ogoh bo'ling. O'zbekistonda 11 aprel kunidan 14 aprelgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tez yetib borishi uchun video ostiga bor yo'g'i bir dona like bosib, agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduzi 23 dan 28 darajagacha bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 11 va 13 kunlari 10 darajadan 15 darajagacha. 14 aprel kuni 12 darajadan 17 darajagacha bo'ladi. Kunduzi 11 va 12 aprel kunlari 23 darajadan 28 darajagacha. 13 va 14 kunlari 25 darajadan 30 darajagacha bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11 va 12 aprel kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13 va 14 kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 11 va 12 aprel kunlari kechasi 8 darajadan 13 darajagacha, kunduzi 20 darajadan 25 darajagacha. 13 va 14 aprel kunlari kechasi 10 darajadan 15 darajagacha, kunduzi 23 darajadan 28 darajagacha bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11 va 12 aprel kunlari Qashqadaryo viloyatida ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11 aprel kuni 8 darajadan 13 darajagacha, 12 va 13 aprel kunlari 10 darajadan 15 darajagacha, 14 aprel kuni 12 darajadan 17 darajagacha bo'ladi. Kunduzi 11 va 12 aprel kunlari 23 darajadan 28 darajagacha, 13 va 14 kunlari 24 darajadan 29 darajagacha bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11 va 13 aprel kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13 va 14 kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 11 va 12 aprel kunlari kechasi 8 darajadan 13 darajagacha, kunduzi 20 darajadan 25 darajagacha. 13 va 14 kunlari kechasi 10 darajadan 15 darajagacha, kunduzi 23 darajadan 28 darajagacha bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2 darajadan 7 darajagacha, kunduzi 10 darajadan 15 darajagacha bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz yanada tez rivojlanishi uchun iltimos, video ostiga bor yo'g'i bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.